Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining kompetentligini shakllantirishda ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish, ta'lim samaradorligini va sifatini oshirish mavzusi haqida gaplashamiz. Ushbu mavzuda 3 ta asosiy reja haqida ma'lumotlar berilgan. Birinchi reja boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi kompetentligini shakllantirishda ta'lim texnologiyalarining roli. Ikkinchi rejamiz ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish, boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirish vositasi. Uchinchi rejamiz esa ta'lim sifati va texnologiyalar uyg'unligi, zamonaviy boshlang'ich ta'limning asosi. Zamonaviy ta'lim tizimi boshlang'ich ta'lim bosqichidan boshlab o'qituvchining yuqori malakasi va zamonaviy texnologiyalarni qo'llay olishini talab etadi. O'qituvchining pedagogik kompetentligini shakllantirishda esa ta'lim texnologiyalarining roli katta bo'lib, bu o'z navbatida ta'lim sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi uchun kompetentlik tushunchasi bu nafaqat o'quvchilarga bilim beruvchi, balki ularning dunyoqarashi, odobi, mustaqil fikrlashi shakllanishiga ta'sir etuvchi shaxsdir. Uning kompetentligi quyidagilarni o'z ichiga oladi: kasbiy bilim, metodik ko'nikma, pedagogik mahorat, kommunikativ yondashuv hamda axborot-kommunikatsion texnologiyalar savodxonligi. O'qituvchi kompetentligini shakllantirish bosqichlari bular 3 ta bo'lib, dars berish metodikasini yangilash, kasbiy malakalarini doimiy oshirib borish hamda texnologiyalarni o'zlashtirish. O'qituvchi o'z ustida muntazam ishlasa, texnologiyalarni to'g'ri tanlab qo'llasa, bu uning kompetentligini kuchaytiradi. Har bir pedagog doimiy o'rganishda bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Ta'lim samaradorligi tushunchasi va unga ta'sir qiluvchi omillar quyidagilar. Ya'ni samaradorlik bu o'quvchi tomonidan bilimning to'liq egallanib, uni amaliyotda qo'llay olishidir. Bunga o'qituvchining yondashuvi, metodikasi, vositalari, xususan texnologiyalar katta ta'sir ko'rsatadi. Interaktiv vositalar va ularning o'quvchilarga ta'siri, masalan, Kahoot, Quiz yoki Wordwall orqali darsni o'yin shaklida tashkil etish o'quvchilarni darsga qiziqtiradi, bilimlarni mustahkamlashda samaradorlikni oshiradi. Bunday vositalar orqali baholash ham tez va aniq amalga oshiriladi. O'quvchini faollashtiruvchi texnologiyalarning roli esa texnologiyalar o'quvchiga tanlov beradi, u mustaqil ishlaydi, o'z fikrini bildiradi. Bu esa bilimni faqat yodlash emas, balki anglash va qo'llash darajasiga olib chiqadi. Ta'lim sifati va uning mezonlari quyidagilar. Ta'lim sifati bu o'quvchilarning bilim darajasi, kompetensiyasi, ijodiy va tanqidiy fikrlay olishi qobiliyati orqali aniqlanadi. Bu natijalarga erishishda zamonaviy texnologiyalarning roli beqiyosdir. Raqamli texnologiyalar va sifatli dars dizayni, albatta PowerPoint, Prezi, Canva orqali tayyorlangan taqdimotlar darsni jonlantiradi. Elektron testlar, onlayn darslar, animatsiyalar orqali mavzu chuqur va aniq tushuntiriladi. Har bir dars maxsus reja va vosita bilan boyitiladi. Yangi texnologiyalar orqali bilimni mustahkamlash bu, masalan, fanlar bo'yicha maxsus ilovalar orqali o'quvchilar uyda ham mustaqil mashq